Bu video murojaatimiz butun yer yuzida yashab turgan o'zbeklarga tegishli. Undan tashqari hozirda O'zbekistonda yashab turgan Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy, Samarqand, yana Jizzax, Toshkent, Guliston, Farg'ona, Andijon, Namangan da yashab turgan o'zbeklarga tegishli. Hurmatli o'zbeklar, biling, insoniyat dunyosida eng qalbi toza, mehribon, mehnatkash, vijdoni pok bu biza o'zbeklar biza. Kirib kelgan yangi yillar muborak bo'lsin. Hammaga omad olib kelsin. Shunday pullaringiz ko'paysinki 2026-yilda hech kimdan qarzlaringiz qolmasin, kreditlaringiz qolmasin. Kimgadir kafil bo'lgan bo'lsalaringiz, o'sha kafil ham kreditini to'lab tashasin. Musofirda yurganlar pullaringiz ko'payib 2026-yilda katta uylar olinglar, 4 xona, 5 xonalik domla olinglar. Aka-ukalaringizga mashina olib beringlar. Tushundingizmi? Omadlaringizni bersin. Pullaringiz shunday ko'paygandan kechasi bilan kalkulyatorga urib hisobiga yeta olmaylar. Mana bu yotoqda yotgan, imkoniyati cheklangan, nogironi borlar, Xudo xolasa 2026-yil xafa bo'lmaylar. Shunaqa omad olib keladi. Allohdan bir mo'jiza kelib, katta korxonalarda rahbar bo'lib, oyoqqa turib, yugurib yuringlar, to'ylar qilinglar, biz borib to'ylarga xizmat qilaylik. Bayramni yaxshi kutib olinglar. 2026-yil hammaga baxt, omad olib kelsin. Eslaringizdan chiqarmanglar. Dunyodagi eng zo'r, eng qalbi toza, mehnatkash, vijdoni pok bu o'zbeklar bo'ladi. O'zbekiston olg'a!